Bola Pennywise Maniac 3-qismiga xush kelibsiz. Siz kanalga tıklanib ikkita videoni ko'rishingiz kerak. Aks holda bu yerda nimalar bo'layotganini tushunmay qolishingiz mumkin. Unda sizga yoqimli tomosha tilayman. Yo'q. Stop. Bola, bilaman hozirlar videoroligimni obuna bo'lmasdan tomosha qilyapsizlar. Mening maqsadim bo'lsa 1000 ta obunachi yig'ish. Shuning uchun meni maqsadimga erishtirish uchun bittagina obuna tugmasini bosib qo'ying. Aytgancha men o'z Telegram kanalimni ochdim. Mana uning rasmi. Bolalar Telegramga Benny Minecraft deb yozsangizlar chiqib keladi. U yerdan Minecraftga bog'liq bo'lgan hamma modlarni topishingiz mumkin bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Aytgancha ko'rayotgan videoroligingizga mehnatimizni qadrlagan holda like tugmasini bosib qo'ying. Unda oldindan rahmat, sizlarga esa yoqimli tomosha tilayman. Jinorsun, shunaqangi ham yomon tush bo'ladimi? Yo'q. Juda ham yomon tush. Bunaqa tushni ko'rmagan. Yaxshi edi. Yo'q. Aytgancha hammaga salom. Mening ismim Benny va meni bugungi videoroligimga xush kelibsizlar bolalar. O'sha maniak nahotki meni o'ldirsa. Mana chiroqni yoqib yubordim. Yo'q. Nahotki u meni o'ldirsa. Yo'q, endi uxlasam bo'ladi. Yo'q. Yaqinlashma. Yo'q. Ay. Jinasin, qoch. Yo'qol deyapman. Yo'qol. Yo'q. Qayerga yo'qolib qoldi? Jinursun. Yaxshi. Qontosh qon. Jinursun. Qayerga yo'qolib qoldi? Uni qandaydir qilib o'ldirib bo'ladi. Yaxshi, hozir uyda o'tirgan yaxshi. Eshikni qulflaymiz va oyna derazada yop, derazani yop. Yaxshi. Hozir qayerda endi? Jinursun. Yo'q. Ay, yaqinlashmasang jinursun. Yo'q. Buncha qo'rqinchli. Qoch. Yo'q. Qoch. Ay, men Jinursun eshik chala qulflangan ekan. Ay, Jinursun, yugur qoch. Men joy topishim kerak qochishga. Yo'q. Mana bu do'stimning qabri ekan. Do'stim o'shanda seni gapingga kirganda hozir bunaqa bo'lmasmidi? Do'stim, meni kechir. Agar meni kechira olsang, men juda ham xursand bo'lar edim. Men sen uchun qasos olaman do'stim. Iltimos, meni kechir do'stim. Men buni bilmaydim. Bu kimning qabri? Jinursun. Yo'q. Ay, Jinursun. Nimalar bo'ldi? Yo'q bola. Meni ko'mib qo'yishdi. Jinursun, bu yerda chiqib ketib bo'la. Mana shu yerdan yer olamiz va chiqib ketamiz. Hali mendan ko'ra o'sha yer emas. Mana. Oppani. Yo'q, mana bo'ldi. Ajoyib endi. Yo'q. Yaxshi. Stop. Ana bu yerda qandaydir uy bor ekan. Bu nimasi bo'ldi endi? Nahotki bu yerga kirib ko'rish kerak. Yo'q. Yaxshi. Yo'q. Buncha badbo'y. Jinursun uyida jasad bor ekan do'stlar. Bu nima bo'lishi mumkin? Yo'q. Buncha badbo'y. Jinursun maniakka qarshi bu yerda kitob bor ekan. Yaxshi. Joy. Mana shu yerdan o'qiymiz. Qani. Maslahatim, bu maniak, bu zolim. Unga qarshi chiqishni bir yo'li. Uning uyi yerto'la bor va shu yerda qizil blok bor. O'shani buzsang, u zaiflashadi. Lekin men uni qila olmadim. Umid qilamanki, sen buni eplaysan. 1954-yil 12-fevral. Yo'q. Meni bu qo'rqityapti. Bola. Bu 1954-yildan beri. Jinursun. Unda bu maniakning yoshi nechada bo'lishi mumkin bola? Yo'q. Qandaydir yo'l tara. Mayli. Hoziroq uni aytganini qilishim kerak. Va men shu bilan uni yenga olishimga umid qilamanki, uni yo'q qilaman.
shuncha odamning qisosini olaman men hali o'sha yaramasdan. Davay. Yaxshi tushunursan, mana shu uy bo'lishi kerak adashmasam. Mana shu yerda tushunursan. Yaxshi. Yo'q qonlarni mana u nahotki bu yerda yurtlar bor ekan. Yaxshi. Mana o'sha qizil blok. Uni mana nozik joyi. Buni sindirish og'ir ekan-ku. Mana opanya. Men endi uni sindirdim. Yaxshi, u kelib qolmasidan endi men tezroq ketishim kerak. Hozir u kelib qolsa meni o'ldiradi. Yo'q, qoch. Ajimsin. Mana senga qoch. Yaxshi, hozir men uni qurol topib endi seni o'ldiraman, yaramas. Pennywise. Yaxshi, tez qoch. Tushunursan. Mana uning nozik joyi shu ekanda. Yaxshi. Opani. Endi men qurol topishim kerak. Hammaga xayr. Yaxshi, endi bunaqa o'tirish ketmaydi, chunki u meni do'stimni o'ldirdi. Endi men ham uni o'ldiraman. Endi men qurol topishim kerak. Va mana yo'q. Tushunursan, oyog'im mana bo'ldi. Mana shu yerda mana qurol bor ekan. Yaxshi. Maniak kuning bitta. Mana shunaqa qilib urib tashlayman uni. Hamma tushunsin. Mana davay. Hozir qayerda bo'lishi mumkin endi? O'sha yer to'lasidan chiqmay o'tirgandek, yo'q. Tushunsin bu qonlarni. Opani ana bo'ldi. Va mendan ko'radigan ko'rding sen maniak. Seni men o'ldiraman. Mana qiynalib bo'l. Yo'q. Qiynalib bo'l, sen men do'stimni o'ldirding. Mana senga. Mana senga. Mana senga. Mana senga. Tushunursan, qayerga qolib qoldi? Yo'q, uni kuchi qochgan edi-ku. Yo'q. Mana, yaxshi, endi sen unaqa qilib birdaniga ko'rinmay tura olmaysan. Mana senga. Seni umuman kuching qolmadi endi seni yaramasdan. Mana senga, mana senga, mana o'lib ket sen. Mana senga, sen men do'stimni o'ldirding, yaramas. Mana. Tushunursan? Yana yo'q bo'lib qoldimi? Yaxshi, adashmasam o'ldi. Adashmasam o'ldi. Chunki juda ham zaiflashib qolgan edi. Mana shu turaversin, yo'q. Mana bu endi blokni yoqib yuborsak bo'ladi shekilli. Mana shuni lavaga tashlab yuboramiz. Uni butunlay yo'q qilaman. U endi umuman kela olmaydi. Yaxshi, men uni butunlay o'ldirdim. Va endi men juda ham xursandman. Do'stimning qasosini oldim. Endi men bu yerdan ketsam bo'ladi. Yo'q. Lekin u o'lmagan bo'lsa, hayvonga aylangan bo'lsa, yo'q. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Axir oddiy tovuq bunaqa harakat qila olmaydi-ku. Yo'q. Tushunursan? Axir oddiy tovuq bunaqa qila olmaydi. Yo'q. Nimani xato qildim? Mana tushunursan, nimani xato qildim men? Yo'q. What the qanaqadir kitob tashlab ketdimi? Yoniga sekin-asta borib ko'rish kerak. Mana, nahotki u hali o'lmagan bo'lsa, bu nimasi bo'ldi endi? Men uni qanaqa qilib o'ldiraman endi? Yaxshi, u yerda qandaydir kitob bo'lishi kerak. O'sha kitobda nimadir yozilgan bo'lsa, qani o'qib ko'rishim kerak o'sha kitobni. Yo'q. Mana bu yerda kitob bor ekan. Axir u shuni tashlab ketdi. Yaxshi. Opani. Beni, sen bu ishing uchun javob berasan. Yo'q. Hali u o'lmagan ekan bolalar. Nahotki u endi meni o'ldirsa? Yo'q. Bo'ldi, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Nimani xato qildim? Yo'q. Men nahotki bir nimani xato qilgan bo'lsam, hammaga xayr. Uni keyingi videoda o'ldiramiz.